Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun biz alamning yaratilishi 12-chi bobni ko'rib o'tmoqchi. Akşam men sizlarga, ya'ni 12-chi bob materialni yetib qo'ydim. Ya'ni material biroz oddiy bo'lib qoldi. Shundan foydalanishinglarni umid qilaman. Avval biz alamning yaratilishi 12-chi bobni bir qura o'qib chiqaylik. Alamning yaratilishi 12-chi bob. Parvardigor Ibrohimga mundaq dedi: "Sen yurtingdan chiqib, atang va boshqa urug' jamoatingdan ayrilib, men ko'rsatmoqchi bo'lgan yerga borgin. Men sening urug' avlodingni ko'paytib, ularni bir cho'ng xalq qilaman. Men senga baxt ato qilib, nomingni ulug' qilaman. Shunday qilib, kishilar sen orqali baxt topadi. Senga baxt tilaganlarga baxt ato qilaman. Senga la'nat o'qiganlarga la'nat yog'diraman. Sen orqali hamma millatlarga baxt ato qilaman." İbrahim 75 yaşında Parvardigorning yo'l-yo'riqi bilan Haran shahridan ketdi. Lutmu uning bilan birga ketdi. İbrahim ayoli Sarah bilan jiyani Lutni va o'zlarining Haran shahrida topgan boyligi va qullarini olib, Qanon rayoniga qarab yo'l oldi. Ular Qanon tavasiga kirgandan keyin safarini davomlashtirib, Shekem shahriga yaqin Moreh degan joydagi cho'ng bir dub daraxining yoniga keldi. U chog'da Qanonliklar shu zaminda yashayotdi. Parvardigor İbrahimga ko'rinib uningga: "Mana bu zaminni sening avval adingga taqdim qilaman" dedi. Shunga İbrahim u yerda o'zi ko'ringan Parvardigorga atab bir qurbonlik supasi yasab ibodat qildi. Keyin u janubga yo'tkilib, Baytal shahrining sharqidagi tog'liq rayonga bordi. G'arb tarafi Baytalga, sharq tarafi Ay degan joyga tutishadigan bu joyga o'rinlashib, u yerda bir qurbonlik supasi yasab Parvardigorga ibodat qildi. Keyin u asta-asta Qanonning janubidagi Negib rayoniga yo'tkaldi. Qanonda acharchilik yuz berib, ahvol intayin og'ir edi. Shuning bilan İbrahim Misrga berib, u yerda vaqtincha turmoqchi bo'ldi. Ular Misrga kirishga oz qolganda, İbrahim ayoli Sarahga: "Sen bir go'zal ayol. Misrliklar seni ko'rsa, jazman mening ayolim ekanligingni bilib, seni hayot qoldirib, meni o'ldirib yetadi. Sen ularga o'zingni mening singlim degin. Shunday desang, ular seni deb mening jinimga zomin bo'lmay, menga yaxshi muomala qildi" dedi. İbrahim Misrga kirgan vaqtida Misrliklar vaqa uning ayolining go'zalligini bayqadi. Ordadagi bir necha amaldor uni ko'rib, podshoh oldida uning go'zalligini ta'riflagan edi. Shuning bilan Sarah ordaga elib kirildi. Podshoh Sarahning sababidan İbrahimga yaxshi muomala qildi. Uningga nurg'un kala, qo'y, eshak, to'ga va ayol qullarni sovg'at qildi. Lekin podshoh İbrahimning ayoli Sarahni elib ketganligi uchun Parvardigor podshohga va uning ordasidagilarga ofat yog'dirdi. Ular qo'rqinchli kasallikka giribtor bo'ldi. Buni sezgan podshoh İbrahimni chaqirtib uningga: "Bu menga nima qilganing? Nemishqa Sarahning o'z ayoling ekanligini aytmading? Nemishqa uni singlim deding? Shundaq deganingni anglab men uni oldim. Ayoling mana, uni elib ket" dedi. Buning bilan podshoh o'z amaldorlariga İbrahimni chegaradan chiqarib etishga amr qildi. Ular uni ayoli va uningga mansub bo'lgan hamma narsalari bilan qo'shib yo'lga soldi. Xo'sh, qarindoshlar, biz alamning yaratilishi 12-chi bobni o'qib o'tdik. Bugungi 12-chi bob mazmunini tuvandagi 3 cho'ng abzasga bo'lib ozroq ko'rib o'tmoqchi. Endi birinchisi Parvardigorning İbrahimni chaqirishi. Andan keyin ikkinchisi bo'lsa, İbrahimning Parvardigorning chaqiriqiga, ya'ni yo'l yo'riqlariga itoat qilishi, ya'ni İbrahimning itoati. Andan keyin uchinchisi bo'lsa, İbrahimning Parvardigor ko'rsatgan joyga borgandan keyin, ya'ni shu joyda, ya'ni Parvardigor ko'rsatgan joydagi acharchilik. Shu acharchilik ostida İbrahimning bu acharchiligi bo'lgan, ya'ni acharchilik ostida uning pozitsiyasi degan o'xshash 3 nuqtaga 3 abzasga bo'lib so'zlamoqchi. Birinchisi, ya'ni İbrahimni chaqirishi, ya'ni Parvardigorning İbrahimni chaqirishi. Bu yerda biz qaraydigan bo'lsak, 12-chi bob 1-chi oyat qaraydigan bo'lsak, "Sen yurtingdan chiqib, atang va boshqa urug' jamoatingdan ayrilib, men ko'rsatmoqchi bo'lgan joyga bor." Ya'ni bu yerda qaraydigan bo'lsak, fe'ldan 3 bor. Ya'ni yurtingdan chiq, urug' jamoatingdan ayril. Ya'ni üçüncüsü atangdan ayrılıp, atangning ailesidan ayrılıp, men ko'rsatmoqchi bo'lgan joyga borgin. Chiqqin, ayrılgin, borgin. Bu yerda faqatlam yurtingdan chiqib, ya'ni ular biz 11-chi bob qaraydigan bo'lsak, 11-chi bobga bu aslida muqaddas kitobning boblarga ayrılmaganda hammasi bir hikoyadek butunlay ulab yozilgan, lekin keyin buni
nim qilgan mana shunaqa boblarga ayirib o'qishga oson bo'lish uchun boblarga ayirib tushunishga oson uchun mana shunaqa qilgan. Aslida bular uloq emas, 11 bobda. Ya'ni 11 bobda qanday bo'lgan desa Terah, ya'ni Ibrohimning otasi Terah İbrahimni, Sarani va jiyan Lutni birga elib, ularning asli yurti bo'lgan Kaldanilar, ya'ni shahardan ayrilib, Aran degan shaharga berib turib qolgan vaqti, ya'ni Aran degan shaharda o'ltiralishib qolib, uning otasi, ya'ni Ibrohimning otasi Terahning shu joyda o'lgan vaqtida ulanıplam çıkan mezmun bo'lsa İbrahimga Parvardigor İbrahimga mushnaq deydi. Yani sen yurtingdan chiqqin, urug' jamiyatdan ayrilgin, yani atangdan ayrilib, atangning oilasidan, yani oilangdan ayrilgin deb. Yani bu yerda chiqqin, ayrilgin deganlik nimani bildirdi degan vaqtimizda buni biraz tafsiliy biz o'ylanib ko'rishimiz tegishli bo'lgan masala. Masalan bizga nisbatan biz bir ba'zilar islom oilasi, nihoyat quyuq bo'lgan islom muhit oilasi cho'ng'anlar bo'lishi mumkin yoki ba'zilar shundaqla madaniyat kabi bir tutadigan, ya'ni madaniyat kabi islomni faqat shundaqla madaniyat bo'yicha o'zining shu millatning bir o'rtaq diniy, o'rtaq madaniyatining bir qismi deblar birga masalan itoat qilib shunday bir turmushida qo'llanadigan shunday bir oila tug'lanlar bo'lishi mumkin. Hammamizning har xil bir muhitimiz bor. O'zimizning burun Xudoni tunishdan burungi hammamizning har xil o'zimizning asli bir muhitimiz, tug'ilgan sharoitimiz, mansub kollektivimiz, ya'ni shundaylar mansub bo'lgan bir milliy qarash, dunyo qarashlar shakllanib ketgan millatning uzun tarixlardan buyangi shakllangan qarashlari va millatning har xil masalan sofizm bor, sofizmdan qilib qolgan nurg'un jaholat, g'aflat, asoratlar bor millatimizning ichida, nurg'un illatlar bor va islomdan kirgan bir qism shunday bir cheklamalar bor. Cheklamalar ichida yashagan bir shunday bir cheklamalik ichida yashab turib, shunday bir bizning kichigimizdan singib ketgan cheklamalik to'lgan ideyalar, anglar bor. Va yoki ba'zan sirtga chiqqandan keyin, chet el chiqqandan keyin chet elning har xil muhiti, sharoiti ta'sirlanadi. Masalan, demokratizmga shunday bir shaxsni o'tirib qo'ygan odamni markaz qilib turib, odamning erkinligini markaz qilib turib qilgan shunday demokratizmning nurg'un ideyalar bor. Hamma narsaning bir yaxshi tarafi bor, yomon tarafi bor. Chunki dunyodagi hamma narsa mukammal bo'lgan nimalar emas, lekin buning biz andan keyin buni yana romantizmning nurg'un o'y fikr ideyalari bor. Masalan, hozir yoshlarga bekerak ta'sir qilgan narsa nima desa shu o'ttir asrdan boshlab tarqalgan romantizmning ideyalari bor, ya'ni romantikizm deymiz, shuning bir nurg'un ideyalari bor. Shunday nurg'un dunyodan odamlar shakllantirgan, odamlar madaniyat yaratgan, odamlarga mansub bo'lgan nurg'un ideyalar, anglar, qarashlar, tuyg'ular, biz kichigimizdan bilib bilmay singib ketgan oila muhitlarimiz, sharoitlarimiz bo'lsin, shunday har qanday narsani biz mushunaq narsalarni ham bu yerda biz mushunaq narsalarning ichidan chiqib turib haqiqiy Xudoning so'zining oldiga kelishni, ya'ni shunday yurtingdan, urug' jamiyatingdan, oilangdan degan narsani biz ayni vaqt Ibrohimning sharoitidan o'ylaydigan bo'lsak, Ibrohim bir qabila bir vaqtlarda bundan 4000 yil burungi bundan 4000 yil burungi bir jamiyat desak, shunday bir qabila shakli, ya'ni qabilani o'rtaq qilib turib yashab kelgan shunday bir jamiyat. Atangning jamiyatidan chiqdinga barliq qabilasidan, qabilning barliq anglardan, ideyalardan, qabilning barliq jamiyat qarashlaridan, hamma narsadan tashlab chiqdiganlikda, yurtingdan chiqdigan bu o'zingning vataningdan, vataningning shunday bir, ya'ni o'zingga mansub bo'lgan doirangdan, ya'ni bu qabila degan shu qabila ega bo'lgan barliq territoriya bir bularga mansub bo'lgan bir shularning bir dunyosi deylik. Shunday bir yerlardan, shunday bir o'zining yurtidan, o'sha territoriyasidan, mansubligidan, shulardan chiqish, urug' jamiyatidan degan barliq shu o'zining qabilasi, jamiyatidan shakllangan barliq anglar, tuyg'ular, qarashlar, tarbiyalar degan narsalar, shunday narsalar hammasidan chiqish, ayrilishni, atangdan ayrilish degan gapmi, ya'ni otasidan qilib qolgan madaniyat, otasidan qilib qolgan tarbiya, otasidan qilib qolgan shunday bir qarash, diniy qarash bo'lsin. Ya'ni shu vaqtlarda otasi bo'lsin, masalan, nurg'un shu vaqtlarda butga cho'qindi dedik. Shuna butparastlikning nurg'un ideya, anglari bilan kichikdan olgan tarbiyalar. Bu de İbrahim 75 yoshga kirgan vaqtida Xudoga uchrashgan vaqt, 75 yillik hayotidagi o'zlari kechirgan barliq kechirmishlari, olgan barliq tarbiyalari, tuyg'ulari, qarashlari shakllangan hammasini tashlashni da'vat etdi bu yerda.
Shuningga o'xshash bizmi masalanga o'zimizning Xudoni tunishdan burungi o'zimizning o'sib yetilgan sharoitlarimizdagi barliq narsalarni biz tefekkür qilib baksak, nurg'un ideyalar, nurg'un anglar, nurg'un konu turmushimiz, konu tabiatimizga mansub bo'lgan nurg'un narsalar bor deylik. Shundaq narsalardan hammasini chiqishni Parvardigor bu yerda Ibrohimga da'vat qildi. Yana bu yerda qisqacha yig'inchaqlasak, bu yerda chiqish, ayrilish bu degan nima desa, buni yangi ahdining ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, buni biz konu tabiat, konu hayot, shuningdan chiqishni, shu konu hayotni tashlashni shularni o'z ichiga oladi. Masalan, kona hayotdan chiqish degan vaqtimizda bu vaqtda, ya'ni biz afaslikda yozilgan xat 4-bob, 7-bob qaraydigan bo'lsak, Xudoga ishonmaydiganlardek arzimas o'y fikrlar bo'yicha yashamanglar deydi. Va yana afaslikda yozilgan xat 4-bob 22-oyat qaraydigan bo'lsak, koni kiyiminglarni tashlab o'tgandek, burungi razil turmush odatlaringlarni koni tabiatinglar bilan birga tashlab o'tinglar. Chunki u tabiat sizlarni ozdirgan chakin havaslar bilan chirib ketgan tabiatdir deb turib, yana bu yerda buni ta'kidlaydi. Hem şundan biz qaraydigan bo'lsak, Galatiyaliklar yozilgan 5-bob 1-oyatim deydi desa, Ayso Masih bizni erkinlikda yashasin deb azod qildi. Shuning uchun qoida usullarga, ya'ni burungi qoida usullarga bo'yinturuq bo'lib, qoida usullarning quli bo'lib yashamanglar. Burungi shu qoida usullarning quli bo'lib yashamanglar. Ya'ni shu Afaslikda yozilgan 4-bob 17-oyat qaraydigan bo'lsak, ya'ni shu arzimas o'y fikringlar bo'yicha yashamanglar deb turib. Shunday xalqi burunqi aciz keraksiz bo'lgan qoida usullarning qulluqida, shundaqla arzimas o'y fikrlarda, dunyoga mansub bo'lgan o'y fikrlarda va bizning koni tabiatimizga shuna koni tabiatimizga barliq odatlar, urf-odatlar, bizning xulqlarimiz, tabiatimiz, shunday narsalarni, arzu havaslarimizni hammasini mesela tashlab turib, ya'ni hammasini koni kiyim tashlab, hammasidan chiqib Xudo ko'rsatmoqchi bo'lgan joyga berish, endi Xudoning yetaklamoqchi bo'lgan joyga, Xudo bizni chaqirgan joyga berishni ko'rsatadi. Endi bu yerda Xudo ko'rsatmoqchi bo'lgan joy qayerga? Endi Xudo ko'rsatmoqchi bo'lgan joy qayerga? Bu ko'rsatish degan so'z qaraydigan bo'lsak, bu ko'rsatish degan so'z biz burun ko'rish degan so'zni nihoyatda ko'p ta'kidlab o'tgan. Bo'libmi buni bizga nihoyatda bizga aniq bizga billi nima bizga nihoyatda Tunuş bo'lgan bir so'z nima desa, 1-bobda Xudo uning yaxshi ekanligini ko'rdi. Ya'ni 1-bob tekrar chiqadigan yo'riqlik bo'lsin dedi, yo'riqlik bo'ldi deb turib, Xudo uning yaxshi ekanligini ko'rdi, buni kunduzda patdi degan o'xshash. Ya'ni Xudo yaxshi ekanligini ko'rdi deb turib, ko'rdi, ya'ni Xudo ko'rdi degandiki, shu ko'rishning asosiy fe'l tumurida. Ondan keyin bu yerda ko'rdi deganlik, ya'ni Xudoning ko'rishi bo'lib, ya'ni Xudoning nazaridagi, ya'ni Xudoning o'lchimidagi yaxshi va yomonni biz dedik 1-bobda Xudo yaxshi ekanligini ko'rdigan o'xshash. Xudoning o'lchimi, ya'ni haqiqatning o'lchimi bo'yicha haqiqiy yaxshi bo'lganini o'lchamni qilib turib, Xudo yaxshi bo'lgan, yaxshi deb qaragan shuni o'lcham qilib turib. Ya'ni insonning nazari bo'lsa, inson o'zining iymoniy ko'zi bilan, e'tiqodiy ko'zi bilan, ya'ni Xudo, ya'ni haqiqatning ko'zi bilan Xudo yaxshi deb qaragan, Xudo haqiqat deb qaragan shu narsani ko'z chiqish qilib turib, shu e'tiqodning ko'zi bilan yaxshi deb qaragan. E'tiqodning ko'zi bilan Xudo yaxshi deb qaragan joyga, shu joyga berish. Ya'ni Xudo yaxshi deb qaragan, yetaklagan shu joyga itoat qilib, shu joyni ko'zlashni ko'rsatadi. Buni biz yana men ko'rsatmoqchi bo'lgan joyga borg'in degan, ya'ni biz yana borg'in degan so'zni biz bayam deganga o'xshash Xudo o'lcham qilib bergan. Xudo bizning hayotimizga bizga yaxshi deb qaragan, bizni o'zining irodasi bilan chaqirgan, o'zi yetaklamoqchi bo'lgan, o'zi xursand bo'ladigan shu ishlarga chaqirgan yerga, shu joyga, ya'ni Xudoning irodasiga o'zimizning intilishimizni, o'zimizning orzularimizni Xudoning chaqirig'iga, irodasiga qo'yib, shu irodasini izlab menish, ya'ni o'y fikrlarimizni Xudoning irodasi bilan yangilash, Xudoning chaqirig'i bo'yicha itoat qilib yashash degan deb tushunishga bo'ldi. Ya'ni buni yangi ahd bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu borg'in degani, ya'ni Pavlus nima deydi desa, ya'ni Ayso Masih meni nima maqsad bilan qutqizgan bo'lsa, shu maqsad bilan chepib yurish. Ya'ni yugurish musobaqasida keyni qaramay yugurayotgan odamdek o'tib ketgan ishlarni o'ylamasdan kelgusidagi nishon qarab tirishish. Deb Pavlus shu Filippga yozgan xat 3-bob 12-13 oyatlarda shundaq borg'in, berish degan so'zni yana bizga tushunish bo'lgan asosda nima desa, Ayso Masih, ya'ni Xudo
Xudoning chaqiriqi bo'yicha Xudo bizni nima maqsadda chaqirgan bo'lsa, bizning hayotimizda o'zining qanday ulug'ligini namoyon qilmoqchi bo'lgan shu maqsadi, shu irodasiga qarab yugurish, shu irodasiga qarab chepish, ya'ni Xudoning irodasini bizning hayotimizning maqsadi qilib chepishini shuna deb nihoyat aniq tushuntiryotdi. Shunga o'xshash biz ya'ni hayot bayam deganga o'xshash ya'ni barliq narsani ya'ni İbrahim yurtdan chiqib urug' jamiyatidan ayrilib deganga o'xshash biz koni tabiatimizdan, koni hayotimizdan, burun qishlardan hammasidan chiqib kon tabiatimizga, kaynimizga qaramasdan, o'tib ketgan ishlarni o'ylamasdan, faqat Xudoning chaqiriqiga, Xudoning nima maqsadda, nima irodada bizni chaqirgan bo'lsa, shu maqsadda, shu irodasiga qarab, shuni nishon qilib turib, Xudoning bizning hayotimiz ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasini, shu ishlarni o'zimizga nishon qilib turib, shu nishon qarab minish tirishishni bu yerda Pavlusning shu so'zi orqali barg'in degan so'zni shunday tushunishga bo'ladi. Buni yana biz Yangi ahdining ko'zlari bilan yana shu 12-bob 1-oyatdagi chiqqin, ayrilg'in, barg'in ko'rsatmoqchi bo'lgan joyga degan so'zlarni biz yana qaraymiz. Bo'lib Ibroniylar yozilgan xat itqat 11-bob emas, itqat bobi. Aşağıya qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu biz ham dedik, ko'rish, ko'rsatish degani yaxshi, yomon, ya'ni hayotimizga baliq yaxshi ishlarning o'lchimini Xudo qo'yib turib, yaxshining baliq o'lchimini Xudoning haqiqatiga qo'yib turib, ko'rishni, ya'ni iymon ko'zimiz bilan Xudoga qarashni dedik emasmi? Ya'ni iymonimiz ko'zimiz bilan Xudoning ko'zi bilan hayotimizga, dunyodagi ishlarga qarashni dedik-ku. Shunga o'xshash İbranilar yozilgan xat 11-bob 8-oyatda yana buningga asosan nima deydi desa, e'tiqod vajidan Ibrohim Xudoning bermoqchi bo'lgan zaminga chaqirilganda, u Xudoga itoat qilib, qayerga borganligini bilmay turib yo'lga chiqdi. Demisimi bayam İbrahim ya'ni Yaranda, ya'ni otasi Tarah o'lib ketgan vaqtida Parvardigor uningga deydi-da. Ya'ni yurtdan chiqib, jamiyatdan ayrilib, otaning oilasidan ayrilib, men ko'rsatmoqchi bo'lgan joyga borgin deb. Yani 12-bob 1-oyatda deydi. Shuni bilan 4-bob 12-bob 4-oyatga qaraydigan bo'lsak, ya'ni Ibrohim 75 yoshida Parvardigorning yo'l yo'rig'i bilan Haran shahriga ketdi deydi. Ya'ni bu yerda nega borgin degan so'z, ya'ni palon yerga borgin deb chiqmadi. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan joyga borgin dedi. Ibrohim bo'lsa darhol Xudoning yo'l yo'rig'i bo'yicha Haran shahrining yo'liga chiqdi, ya'ni yo'liga chiqdi. Shunga o'xshash Ibrohim o'zining nega borganini bilmasmi? Faqat o'zining ya'ni İtqat ko'zi bilan Xudoning chaqiriqiga bo'ysunib, ya'ni yo'l yo'riqqa itoat qilib, qayerga borganini bilmay turiblar, barliq narsani tashlab, ya'ni yo'lga chiqqanligini ko'rsatdi. Shuningdek bizning hayotimizni shunday biz hozir Xudoning bizning hayotimizda sizmoqchi bo'lgan cho'ng bir rasm, bir kartinasini biz hozir ko'ramizmi, tushunamizmi? Lekin Xudoning bizning hayotimizda cho'ng bir sizmoqchi bo'lgan cho'ng bir kartinasi xuddi bir drama, filmga o'xshash, bitkizmoqchi bo'lgan bir cho'ng bir hikoyasini borligini bilamiz. Bizning har bir kunimiz, har bir hayotimiz, har bir hayot sezgurashlarimiz, har bir do'qmishlarimiz hammasiga Xudoning ana shu sizmoqchi bo'lgan rasmning bir qismlarini sizayotganligining bir parchalarini ekanligini biz ham bilalaymiz. Shuningdek, biz faqat to'liq bir rasmni biz hozir ko'z oldimizga keltirishga oson bo'lmasmi, keltiramizmi, tez bo'lsinmi, lekin bizning hayotimizda Xudoning ana shunday amalga oshirmoqchi bo'lgan cho'ng bir kartinasining, cho'ng bir sizmoqchi bo'lgan rasmining borligi bo'lgan ishonchimiz bilan kunda Xudoning so'zi oldida, Xudoning so'zini anglab turib, shuni itoat qilib, mangan vaqtimizda bir kunlarimiz hammasi yig'ilib oxirsida bo'lgan vaqtimizda bundoq o'ylaydigan bo'lsak, bizning hayotimizni haqiqatan Xudoning iltifoti bilan, hammasini Xudoning iltifoti bilan, Xudoning o'rinlashtirishi bilan, Xudoning texim bir go'zal bir irodasi o'rinlashtirish borligiga bo'lgan bir ishonch shakllanganligi men ishonman. Shunga o'xshash bizmi bu yerda bizning ham talab qildig'ini men shundoq biz e'tiqod ko'zimiz bilan Xudoning so'zi oldida itoat qiladigan bir qalb İbrahimga o'xshash. Bilmasakmi, lekin Xudoning bizni har vaqt o'zi eng yaxshi deb qaragan, bizning hayotimizda eng yaxshi degan bir kartinasini, cho'ng bir rasmni sizdigan qilgan ishonch bilan har kun Xudoning so'z oldida itoat qilgan bir qalbning bo'lishining muhimligini biz yana bu yerdan ko'ra olamiz. Ya'ni shundoq İbranilar yozilgan xat 11-bob 13-oyatga qaraydigan bo'lsak, e'tiqodi bor bu kishilar, ya'ni Ibrohim shundoq e'tiqodi bor bu kishilar Xudo va'da qilganlarga muyassar bo'lmay turiblar deb o'tdi.
Biroq ular hayot vaqtida e'tiqod bilan yiroqni ko'rib, bu va'dalarning kelgusida amalga oshishini xursandlik bilan kutgan va o'zlarining yer yuzida yaqyurtliq va musofir ekanligini e'tirof qilishgan edi deydi. Endi bu yer nima demoqchi desam, bu ham degan o'xshash, bular ya'ni hayot vaqtida va'da qilganlarga butunlay muyassar bo'lamidi, ya'ni butunlay amalga oshirganini ko'ramidi, lekin hayot vaqtida ular e'tiqod bilan yiroqni ko'rdi. Xudoning ashunday go'zal bir ishlarni amalga oshirganligi bo'lgan e'tiqod bilan kelgusini ko'rdi. Xudoning shu yiroq bo'lgan irodalarini ham e'tiqodi bilan, ruhiy ko'zi bilan, e'tiqod ko'zi bilan ko'rib, shu va'dalarning Xudoning bu va'dasining, Xudoning so'zining cho'qim amalga oshirganligi, cho'qim reallik amal chiqadiganligini, mutlaq bir haqiqat ekanligini bo'lgan ishonch bilan, shuni bir xursandlik bilan kutdi. Ya'ni shu kunlarni, kelgusida shu kunlar. Masalan, biz hozir Xudoning qutqizish kunini, ya'ni bir oxirgi zaman kelib Xudoning barliq so'roq kunining kelishini intizorlik bilan kutgan o'xshash. Ham shu kunning hamini kelganligiga bo'lgan ishonch bilan, xursandlik bilan, xo'shallik bilan kuni shu kunni o'ylab turib, biz barliq azob oqibatlarga, qiyinchiliklarga birlashib berganimizga o'xshash. Shunday bir kelgusida Xudoning podshohligining cho'qim amalga oshirganligiga bo'lgan ishonch bilan kutganga o'xshash bo'larmi? Ana shunday kelgusida amalga oshiradigan ishlarga bo'lgan xursandlik bilan kutib, yer yuzida hozirgi yer yuzining faqat musofir, yaqyurtliq, mehmon ekanligini. Endi bizmi shundaqku? Yer yuzida hozirgi hayotimiz faqat bir o'tkinchi, musofir. Biz faqat bir sayat, yer yuziga sayat kelganga o'xshash, bu kunlarimiz qisqa vaqt. Bu jafoliq kunlarimizmi, bu umrimizmi qisqa vaqt. Lekin bizning mangulik hayotimiz bo'lsa uzun. Haqiqiy yurtimiz bo'lgan Xudoning podshohligi ichidagi haqiqiy yurtimiz, haqiqiy makonimiz bo'lgan Xudoning podshohligida kunlarimiz uzun. Shunga o'xshash biz bu dunyoga faqat bir musofir, shuni ekanligini e'tirof qilib, endi bu e'tiqodi bor bu kishilarmi shuni e'tirof qilib yashadi degan o'xshash. Ibrohimmi ana shunda Xudo bo'lgan e'tiqod bilan qayerga borishni borganligini bilmay turib, e'tiqod ko'zi bilan Xudoning kelgusida amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishlarni ko'rib, yo'lga chiqqanligini bu ta'kidlayotdi. Ibrohimni biz İbrahim hikayesini başına kadar ko'rgan vaqtimizda biz tushunamiz. İbrahimmi garchi 12-bab 2-oyat, ya'ni urug' avlodini ko'paytirib, sana baxt ato qilib, namo'nlik qilman, hamma millatlarga sen orqali baxt ato qilman degan şey. Ya'ni 12-bab 7-oyat dedim. Bu zaminni sening avlodingga taqdim qilman degan şey, Qanon zaminni. Ham İbrahim nurg'un va'da qildi-ku, ya'ni sening avlodingni osmondagi yulduzday sanoqsiz qumdek, ya'ni dengiz sahili qumdek sanoqsiz qilman degandek, o'shunday so'zlar qilgan bilan İbrahim hayat vaqtida mushlar namslar amalga oshganligini ko'rdimi? Undaq emas. İbrahimning ham erishgan zimini o'ziga mansub zimini yo'q. Biz İbrahimning nimasi hikoyasini o'qisak, u faqat o'zining puliga, ya'ni Sara o'lgan vaqtida uni ko'mish uchun xitlarning ziminidan bir o'ngir olgan, faqat o'ngirlar uning zimini, uning mansub bo'lgan haqiqiy zimini bo'lgan hayot vaqtida. Onun hayat vaqtidagi farzandlari, ya'ni İsmoilni albatta Hajardan topgan bilan, bir farzandi Isoq, keyin yana to'qanlar orqali bir qancha farzand topgan bilan, u hayot vaqtida son-sanoqsiz farzandlarini, ham o'zining bu Qanon zaminini o'zining Alloh ato qilganini o'z ko'zi bilan ko'ramidi. Shunga siz bu İbroniylar hizlanga tushunadi. Ular ya'ni hayot vaqtida Xudoning va'dasiga butunlay muyassar bo'lmagan bo'lsin, alam bo'lamay turib alamni o'tdigan o'xshash. Lekin shuna bo'lsa-mu, bular e'tiqod ko'zi bilan Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan shu go'zal bir kartinasi, Xudoning shu kelgusida amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishlariga bo'lgan e'tiqod bilan yashadi degan so'z bu yerda ta'kidlayotgan muhim so'z ekanligini biz bu yerda ko'rib o'tdik. Andan keyin biz yana qaraydigan bo'lsak, men sening urug' avlodingni ko'paytib, bu yerda Xudo bu yerda İbrahimga urug' avlodingni ko'paytib bir cho'ng xalq qilman deydi. Biz bu yerda Xudo İbrahimga urug' avlod va'dasini berdi. Bu va'dasi meni Xudoning İbrahim bergan bu va'dasi bara tafsillashib, ham konkretlashmoqdi. Endi biz oldida ko'ramiz, buni tafsilda ham ko'rib yetamiz. Ham bu urug' avlodining ham, ya'ni İbrahimning, ya'ni buni yangi ahdining ko'zi bilan qarayotganimizda jismoniy jihatdan kelgan urug' avlod ekanligini, ya'ni emasligini, ya'ni İbrahimning jismoniyda, ya'ni jismoniy qondoshlik qon sistemasi orqali tug'ilgan bir urug' avlodini ko'rsatmaganligini, faqat buning Xudoning irodasi orqali va Xudoning uning bergan va'dasining islohdan kelganligini, ya'ni Xudoning va'dasiga asosan tug'ilganlar, jismoniy jihatdan tug'ilganlar emas,
Xudoning va'dasi asosan tug'ilgan, ya'ni Isohdan tug'ilganlar ekanligini, ya'ni Rimliklar yozilgan xat 9-bob 7-8 oyatlarda Xudoning va'dasi asosan tug'ilganlar Xudoning İbrahimga bergan urug' avlod ekanligini, buning İbrahimning jismoniy orqali tug'ilganlarning hammasining İbrahimga Xudo va'da bergan urug' avlod emasligini, ya'ni İsmoilning emas, Isohligini Paulus izchil o'tirib qo'ydi. Shuning o'xshash shuning deydi, aniki İbrahimdan kelgan barliq avlodlar emas, ham shundaqla İbrahimdan, ya'ni Isohdan tug'ilgan barliq İsroillarning hammasi ham Xudoning avlodi, Xudoning farzandi, Xudoning İbrahim va'da bergan farzand emasligini, barliq İsroillarning hammasining ham Xudo va'da qilgan farzandlar emasligini, faqat haqiqat orqali, ya'ni Xudoga e'tiqod qilguvchilarning ham Aysa Masih mansub bo'lib Xudoga e'tiqod bo'g'uvchilarning, Xudoga e'tiqod qilguvchilarningla İbrahimning haqiqiy avlodi ekanligini Galatiyaliklar yozgan xat 3-bob 7-oyatda yana buni ta'kidlaydi. Shuning o'xshash bu urug' avlodini ko'paytirib bir cho'ng xalq qilma degan so'zni biz yana bu yerda Xudoga e'tiqod qildigan, ya'ni Aysa Masih orqali yani bu yerda urug' avlodingni degan so'zni biz yana keyin yangi ahd orqali ko'rish orqali urug' avlodingni degan so'z yana Aysa Masih ekanligini Paulus o'tirib qo'yganligini biz yana keyin tafsil ko'rib o'tamiz. Shunga o'xshash ham bu yerda urug' avlodingni biz qisqacha ta'kidlab o'tsak, bu yerda urug' avlodingni ko'paytirib degan gap yana bizga o'xshash e'tiqodchilar. Xudoga e'tiqod qilgan, Xudo ya'ni Aysa Masih orqali Xudoga mansub bo'lgan, Xudoga e'tiqod qilgan barliq xalqni biz İbrahimga Xudo va'da qilgan ana shundaq va'da xalqlari, va'da avlodlari ekanligini biz bu yerda yana bir azroq qisqacha ta'kidlab o'tay deb o'tdim. Shunga o'xshash urug' avlodini ko'paytirish degan so'z bugungi biz ko'ralaydigan bo'lsak, haqiqatan Aysa Masihga e'tiqod qilgan e'tiqodchilarning, ya'ni har millat, har qavm degan paydo bo'lgan İbrahimning nurg'un avlodlari, ya'ni İbrahimga o'xshash e'tiqodi bilan, Xudo bo'lgan e'tiqodi bilan haqqoniy deb atalgan nurg'un avlodlarning bo'lganligini biz bugungi kunda biz ko'ralaymiz. Shuning o'xshash urug' avlodingni biz yana keyin İbrahimning va'dasi, İbrahim bilan Xudoning o'tirsidagi va'da ahdlarini davomli ko'rgan vaqtimizda ham tafsil ko'rib o'tamiz. Endi yana birisi bu yerda men senga baxt ato qilib nomingni ulug' qilman degan so'zni bir azroq baxt degan atalg'ini bir qatim qisqacha ko'rib o'tsak, Xudoning İbrahimga baxt ato qilishi bo'lsa, uning nomini ulug' qilish. Ham shunday Xudoning İbrahim baxt ato qilish bo'lsa, boshqa kishilarni İbrahim orqali, İbrahimga taqlan baxt orqali boshqa kishilarni baxtli qilish. İbrahimga baxt ato qilib, boshqa kishilar İbrahimga taqlan baxt orqali yana baxt tepish. Hamma millatlar yana shundaqla İbrahimga taqlan Xudoning baxti orqali hamma millatlarga baxt ato qilish. Bu yerda yana hamma millatlar degan gap chiqdi. Bayon deganga o'xshash, yana bizga o'xshash har qavm, har millat, har irq, har tilda so'zlashadigan, ya'ni nurg'un avlodlarning kelib chiqqanligini bugungi bizlar ko'ra olamiz degan o'xshash. Endi bu yerda baxt degan so'zning asli ma'nosiga kelib o'tsak, bu yerda baxt degan so'zni endi biz dunyoning o'lcham bo'yicha baxt deganligi, mol dunyo, maddiyat, xushal-xuram, erkin ozoda, hech qanday bir to'salg'isi bo'lmagan, og'riqsizlik bo'lmagan shunday narsalarni dunyoning odamlari baxt deb qaraydi. Buni baxtli turmush, baxtiyor turmush deb shuni atal qildi. Lekin biz bayon deganga o'xshash dunyoning nurg'un o'lcham qarashlaridan chiqishimiz kerak. Shuning bu yerda baxt degan so'zni biz faqat undaq Xudoga ishonganlar baxtli bo'ldi desalqi. Xudoga ishonganlar og'riqsizlik bo'lmaydi. Xudoga ishonganlarning hammasi o'ngib ketadi, azroq qiyinchilik bo'lmaydi. Xudoga ishonganlar hammasi qazalardan yiroq bo'ldi. Xudoga ishonganlar hammasi boy bo'ldi, baxtli bo'ldi. Bundaq atalg'i emas. Yani dünyada bundaq buddizmga o'xshash, bundaq shamonizmga o'xshash, bundaq butparastliklarning ideyalari ham shundaqku. Bundaq qilsa boy bo'ldi, bundaq qilsa baxtli bo'ldi deb qaraydigansak, ashunaq bir dunyoning nurg'un bir ashunaq bir baxt tuyg'ulari, baxt qarashlari, baxt e'tiqodlari bor. Har xil butlari bor, ashunaq baxt deb qilib olgan, shakllantirib olgan. Undaq narsa emas. Masalan, bayon dedik biz Xudo İbrahimga baxt ato qilman dedi. Ondan sonra İbrahim qanday oldu? İbrahimning yer yuzida yashagan vaqtida uning albatta har bir vaqtlarda Xudo bilan birga bo'lganligi uchun Xudoni qo'g'dab, har qanday ishlarda Xudo bilan birga shu sezgurashlarni birga kechirib, birga yangan holatlarni biz ko'ra olamiz. Lekin biroqlam uningki boy bo'lib,
har qanday bir qiyinchilik yo'q holatda yer zaminga ega bo'lib qanon zaminga butunlay ega bo'lib undaq bo'lganligini biz ko'rmadik. Ya'ni bayam dedik ibrohim yer yuziga vaqtida faqat uningga mansub bo'lgan faqat ayolining jasadini qo'ygan bir o'ngirdan boshqa zamin olmagan. Shuningga o'xshash hatta biz hatta 12-chi babga qaraydigan bo'lsak xudo uning baxtga taqilman deb va'da qildi, lekin shu baxtga taqan zamin ya'ni qanon zaminga borganda qandoq bo'ldi edi? Ocharchilik bo'ldi. Shuning uchun yana demoqchi o'g'lim bu nima desa, baxt degan narsani biz yer yuziga mansub bo'lgan shundoq ya'ni baxt degan narsani biz o'zimizning ishlarimiz o'ng bo'lsam, xudoga ishonsalam ishlar o'ng bo'ldi, har qanday og'riqlar qolmaydi, kechirmish nima deymiz, qiyin kunlar bo'lmaydi, balo qazolar bo'lmaydi, bunday narsalar emasligini biz bilishimiz kerak. Ham shundoqla atrofimiz biza qiyinchilik uchirgan, biraz o'ngsizliklarga uchirgan odamlar bo'lsa, ular o'ysa nima gunoh qilganding, gunohing sababidan Xudo seni jazoladi, gunohing sababidan sen mushna kasal giribtor bo'lding, gunohing sababidan sen mushna ishlar bo'lding, duchor bo'lding deb turib, bir taraflama yuzaki holatda undaq boshqalarga biz deymiz azor beradigan gaplardan diqqat qilishimiz kerakligini biz ta'kidlab o'tmoqchi. Chunki Ayso Masih deydi, ilqi bir tug'ilishidan gazgacha bir odam uni oldiga kelgan vaqtida Yahudilar deydi, ustoz buning bunday tug'mi bunday holatda bo'lib tug'ilishi buning ota-onasining gunohidimi, buning gunohidimi degan vaqtida uning ustida Rabbiy sallam deydi, uning ustida Xudoning ulug'ligini namoyon qilmoqchi bo'lganligi uchun shunday bo'ldi deb turib, uning gunohi artmasdan balki Xudoning irodasini, Xudoning o'zining ulug'ligini u odamning shu gazgachiligi ustida, shu kamchiliklar ustida, shu azob oqibatlar ustida Xudoning o'zining ulug'ligini, kuch-qudratini namoyon qilmoqchi ekanligini bu yerda Rabbiy alohida ta'kidlab o'tadi. Endi bu yerda bu so'z orqali demoqchi o'g'lim nima desa, biz baxt degan atalg'ini o'zimizning yer yuziga mansub bo'lgan shunday bir qarashlarimiz orqali atalg'ini bir umumlashtirsak bo'lmaydi. Chunki nurg'un dinlar bor, nurg'un aqllar bor. Bu amiyada bor aqllar Xudoga ishonsanlar baxtli bo'lsizlar, Xudoga ishonsanlar bunday qilsizlar deb turib, ya'ni maddiyatga, moddiy narsalarga haddidan ziyoda o'sha narsalarga markazlashtirib turib Xudoning xo'shxabarini taqdirdigan shunday bir aqllarmi bor. Qarindoshlar, bunday narsalardan biz ya'ni yuzaki bo'lgan, bir taraflama bo'lgan bunday narsalarni biz isloh qilishimiz va o'zimizning o'y fikrlarimizni, ko'z qarashlarimizni, shuni singib ketgan ideyalarimizni isloh qilishimiz to'g'ri keldi. Ya'ni baxtga taqilish degan so'zni biz cho'nqurroq tushunishimizga to'g'ri keldi demoqchi. Demasam biz yani İbrahim'e baxtga taqilmoqchi bo'lgan Xudo, yani biz İbrahimning hikoyasi orqali yana bu baxt degan so'zni bir qatim ta'kidlab ko'rib o'tsak, İbroniyliklar yozgan xat 11-9-oyatda nima deydi? Xudo va'da qilgan joyga berib, İbrahim va'da qilgan joyga berib, bu yaq yurtda chidirlarda turib itqodi bilan yashadi deydi. Yani İbrahimning, Isoqning bular hammasi yaq yurtlikdek, yani chidirlarda yashadi, chidirlarda yashadi deydi. Yani va'da qilgan joyga borgan bo'lsa-mu, o joy, Xudo va'da qilgan joy, ularning zimini butunlay o'zining zimini bo'lib ketib, ular butun zimini o'zining nima qilib emas, balki ularning shu va'da qilgan joyda chidirlarda yashadi. Yani bu chidirlarda degan so'z ham nima deymiz? Muqim bir o'zining uyi bo'lmasdan ko'chib yurib, burungi bizning ko'chman burungi ajdodlarimiz ko'chib yurib yashaganga o'xshash shunday ko'chib yurib yashaganliklarini, lekin ularningki o'zining maddiyatiga, maddiy jihatdagi bahrilanadigan shunday bahramon turmushiga emas, shunday narsaga intilib emas, Xudoning va'dasining shu narsa ustida ekanligiga emas, balki Xudoning va'dasining ularga taqilgan bir ruhiy baxt ekanligini, Xudodan kelgan bir ruhiy baxt ekanligiga bo'lgan, ya'ni e'tiqoddan kelgan baxt ekanligini bular tushunib, shu e'tiqodi bilan yashadi deb turib İbroniyliklar yozgan xat 11-9-oyatda ham shuning e'tiqod ruhiy baxt ekanligini bu yerda baxt degan so'zni bu yerda tushuna olamiz. Andan keyin yana İbroniyliklar yozgan xat 11-bob 13-oyatda e'tiqodi bor bu kishilar Xudo va'da qilganlarga muyassar bo'lmay turib olamni o'tdi deb bayon biz ko'rganga o'xshash. Ya'ni o'zining musofirligini, bu va'dalarning kelgusida amalga oshadiganligi deganga o'xshash, bularning Xudoning ularga va'da qilgan baxt degan atalg'usining yer yuziga mansub bo'lgan qandaqki bir yer yuzining hayoti ekanligiga emas, balki kelgusida Xudo yer yuzida amalga oshirmoqchi bo'lgan Xudodan keladigan baxt, shunday bir e'tiqoddan keladigan baxt, Xudoni bilan birga yashashdan keladigan baxt ekanligini bu yerda ta'kidlayotganligini biz yana ko'ra olamiz. Yana shu İbroniyliklar yozgan xat 11-bob 16-oyatda nima deydi desa, ular arishdagi makoniga talpindi. Agar ular yer yuzidagi makoni qolgan bo'lsa, ular yurtlarga ketish qodir edi, ya'ni yurtlarga keta oladi deydi. Lekin ular bo'lsa arishdagi makoniga talpinib shunday yashadi. Ya'ni
yani çadırlarda yaşadı degan o'sha shu arishga makoniga talpinib yashadi. Chunki ular Xudoning arishda ular uchun bir shahar hozirlaganligining o'zi buning isbotidir deb bu yerda. Endi ular yer yuzida çadırlarda, musofirlikda ko'chib yurib yashagan bo'lsa-mu, lekin bular e'tiqodi bilan yashab turib, Xudoning ularga taqamoqchigini kelgusida Xudoning bularga taqamoqchi bo'lgani arishdagi bir makon, arishdagi bir xushal-xuramlikqa to'lgan Xudoning huzuridagi, Xudoning podshohligidagi bir makon ekanligini bu yerda ta'kidlayotganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Yana biz Galatiyaliklar yozgan xat 3-bob 14-oyatga qaraydigan bo'lsak, Aysa Masihning Kirishga mixlanib qurban bo'lishi orqali Yahudiy emaslarmi Ibrohimga va'da qilgan baxtdan tang bahramon bo'la oladi. Ya'ni Ibrohimga taqimoqchi bu baxt, ya'ni men senga baxt ato qilaman, kishilar sen orqali baxt topadi, hamma millatlarga sen orqali baxt ato qilaman degan bu baxtni Aysa Masihga e'tiqod qilgan barliq Yahudiy emaslar. Bayon dedik, hamma millatdan, ya'ni biz Aysa Masih orqali Xudoning xalqi avlodi İbrahim vergan avlodi bo'ldik deganga o'xshash, ya'ni endi o'xshashlar bizmi shu Ayso Masih orqali Xudoning İbrahimga va'da qilgan shu baxtlardan bahrlanadigan Xudoning baxt va'dasini olgan bizmi yana avlodlari bo'ldik deganga o'xshash. Shundaqla biz yana Xudo va'da qilgan muqaddas ruhni e'tiqod orqali qabul qilish orqali, e'tiqodimiz bilan Xudo va'da qilgan muqaddas ruhni qabul qilish orqali Xudoning ato qilgan ruhiy baxtlarini, Xudoning bizga naqadar cho'ng iltifotlarni biz Efesliga yozgan xat, ya'ni Efesliga yozgan xat 1-bobda, 2-bobda, ya'ni Xudoning sizlarning hayotinglarda ato qilgan kuch qudratini, ya'ni Ayso Masih o'lib tirildirgandek ölüp qayta tirildirgandagi shu kuch qudratni sizlarning hayotinglarda, ya'ni shunga o'xshash ato qilmoqchiligini, kuch qudratning naqadar cho'nqurligini his qilishingiz mumkin degan o'xshash. Xudoning shuna sirlarini, Xudoning kuch qudratini, Xudodan kelgan shuna bir tinchlikni, Xudodan kelgan shuna bir ruhiy baxtning, mo'llikning naqadar cho'nqurligini, naqadar mo'lligini biz tushuna olamiz, his qila olamiz. Buni biz ya'ni bizdagi Xudodan bizga va'da qilgan shuna bir baxtining bir ruhiy baxt ekanligini biz bu yerda yeni ko'ra olamiz. Yana biz Efesliga yozgan xat 1-bob 3-oyatga qaraydigan bo'lsak, Ayso Masihga mansub bo'lgandagi arishdagi ruhiy baxtlikni, ya'ni bizning Ayso Masihga mansub bo'lganligimiz orqali Xudoning bizga ato qilgan arishdagi ruhiy baxtlikni bu yerda da'vatladik. Ya'ni arishdagi ruhiy baxtlikni bu yerda, ya'ni arishning podshohligidagi, ya'ni arishda Rabbi Aysoni o'zining Xudo o'zining o'ng tarafiga o'ltirgandagi shuna kuch qudratning naqadar cho'nqur bo'lgan shu baxtliklarni arishda taxtda, ya'ni arishdagi taxtida, ya'ni Rabbi Aysoning taxtida bizning ham billa, uning bilan billa o'ltirgan shunday bir baxtning arishga mansub bo'lgan yer yuzidagi o'tkinchi bir hayotga emas, balki arishdagi mangulik hayotga bo'lgan bir baxtning, shunday bir mangulik makonning, shunday bir podshohlikning mirosxo'rlari ekanligimizni bu yerda bizga ta'kidlayotdi. Chunki bu yer yuzining deydi, muqaddas kitobda deydi, yer yuzining hayoti degan o'tkinchi hayot. Xuddi tumonga o'xshash yo'qolib ketadigan, o'tchepga o'xshash qurib ketadigan shunday bir hayot deb turib. Shuningga o'xshash kon tabiatlarni tashlanglar, koni tabiatlarning, ya'ni bu dunyoning chaqin havaslarining oqiga kirib yurmanglar deb nurg'un koni tabiatni tashlanglar deb turib, Pavlosning degan so'zini biz bu yerda bir qatim eslab o'talaymiz. Shuningga o'xshash Xudoning bizga ato qilganlari hargiz bir faqatlam yer yuziga mansub bo'lgan, yer yuzining qarshidagi shunday bir o'tkinchi bir baxt emas, balki arishning podshohligidagi, Xudoning podshohligidagi, bizni ana shu arishning podshohligidagi mirosxo'rlari, Xudoning malakalari, podshohlarning shaxsiyatlari, malakalari qilib chaqirgandagi shunday bir cho'ng imtiyoz, shunday bir cho'ng baxtning naqadar cho'nqurligini biz bir qatim tasavvur qilib, o'ylanib o'tishimizga to'g'ri keldi. Shunga o'xshash buni qisqacha chalsak, Xudoning va'da qilgan baxt ato qilishi yer yuzining o'lchamidagi moddiy boylik va yoki moddaviyatga bog'langan narsalar bo'lmasdan, balki arishga mansub bo'lgan, Xudoning o'g'liga mansub bo'lish orqali biz erishga mansub bo'lgan Rabbning podshohligidan, Xudoning sirlaridan, Xudoning so'zlaridan, Xudoning shunday bir podshohligidan, Xudoning muhabbatidan, sevgisidan bahrilangan bahramon bo'lish baxt ekanligini, shunga yer yuziga xos narsalarni qo'g'lashmay, Xudoning haqiqiy va podshohligini, Xudoning tunishdan kelgan baxtini izlab qo'g'lashimiz lazımlığını biz bu arqılığını görələrəyimiz. Annem biz medyanı endi namın nolu qılmayan degan bir sözü biz aldın qatdım, yani 11-ci bab Babılımın arın sözügen vaxtımız bir qatim təkidləb ötken. Demisimi 1-ci babdan 11-ci babqıca, yani yaratılış 1-ci babdan 11-ci bab qaraydan bolsaq, Ademdən başlap Nuhның avladları bolğan məzmuncu İbrahimning hikayesi bilan bir qadar körnərlik selişdirməni şəkilləndirdi. Çünki
İbrahim kelgan vaqtida Xudoning bir odam İbrahimni chaqirib, İbrahimning hayot ustida, ya'ni tafsiliy holatda Xudoning qanday billi bo'lib, qanday va'dalar berib, hammasi baxtga İbrahimga taqalır, baxt, uni qo'g'dash, har qanday ahvollarda uni qo'g'dab, har qanday ishlar ustidami, hammasini İbrahim uchun yaxshi qilib o'rlashtirgan shuna bir hikoyalarning boshlanganligini ko'ramiz. İbrahimlar emas, keyin Isoq o'tadi, keyin Yusuf, Yaqub, Yusuflar o'xshash, ya'ni bir odamning hayotida Xudo qanday o'zi billa ular bilan billa bo'lib, hayotida har qanday sezgurashlarda qanday ular bilan billa shu hayotini belli o'tkazganligini biz ya'ni mush İbrahim hikoyasini boshlab markazlashtirib so'zlaydi. Lekin birinchi bobdan 11-chi bobga kelsak, la'natli hikoyalar biroz ko'p. Bizlar Adam bilan Havvoning hikoyasidan keyin la'natli o'qiganlar bor. Ondan keyin Qabilni o'tgandan keyin Qabilning qanday bir la'natlarga uchraganliklari, 6-chi bob kelgan vaqtimizda Xudoning yer yuzining razillik to'lganligidan keyin yer yuzini yo'qotmoqchi bo'lganliklarini va shunday Nuhning avlodlari orqali Nuhning ikkinchi o'g'li arqılıq və Qananның şuna lənətləri degan şey. Vaqsiz Babil munara kelib ularning qilgan qanday bir shaxsiyatchilik to'lgan bir ishlari degan şey. Endi o'shuna bir hikoyalar aytdi. Lekin İbrahimning voqeasi, İbrahimning hikoyasi orqali bo'lsa, Xudoning bir shaxsning hayotiga kirib, uning hayoti orqali baxt ato qilgan, uning hayoti bilan billa bo'lgan, shuna bir sezgirishlar bir xil salishtirmani hosil qila oladi. Bu yerda nima desa bayam degan şey, birinchi bobdan 11-chi bobgacha hammasi insonlar razilligidan, ya'ni o'zini markaz qilib turib, o'zlari uchun, o'zining nomini chiqarish uchun, o'zining kuch qudrati tayinib turib qilmoqchi bo'lgan ishlar bilan qilgan bo'lsa, lekin bu yerda bo'lsa İbrahimning voqeasi hikoyasida bo'lsa, Xudo o'zi aktivlik bilan bir odamni chaqirib, İbrahimni tanlab, onunğa Xudo o'zi aktivlik bilan men senga baxt ato qilaman dedi. Bir İbrahim hech qanday ish qilmasa, Xudoni tunimasdi hatto. Xudoni İbrahimni chaqirib turib, men seni men ko'rsatmoqchi, sen men ko'rsatmoqchi bo'lgan joyga bor, men sen urqaladim. Ya'ni İbrahim taqa farzand ham bo'lmas vaqtida, ya'ni ayol tug'masdi-ku. O'shundaq vaqtida uni chaqirib, avlodini ko'paytmay men senga baxt ato qilaman deb turib, Xudo o'zi aktivlik bilan İbrahimni chaqirib turib, İbrahimga ato qilmoqchi bo'lgan va'dalari, so'zlari, chaqiriqini biz bu yerda ko'ramiz. Yani Xudoning oldida inson o'z kuchi bilan emas, inson o'z irodasi, o'z amaliyati bilan emas, bu Xudoning tanlashining mutlaq holatda Xudoning o'z ixtiyori, Xudoning xush royi, Xudoning irodasi, Xudoning va'dasi bilan bo'lganligini biz bu ko'ra olamiz. Shuning uchun dunyodagi insonlar shunday. Biz o'z kuchimiz bilan, o'z amaliyatimiz bilan emas, o'zimizning qandayki bir yaxshi bir ishlarimiz, amaliyatlarimiz, qanday bir yaxshiligimiz bilan emas, balki Xudoning bizning ustimizda irodasi bo'lganligi uchun chaqirilganligimizni biz ko'ra olamiz. Shuning uchun bizning hech qanday bir Xudoning oldida va yoki insonlar oldida men yaxshi bo'lganim uchun tanlandim, men yaxshi men Xudoning tanlagan farzandi deb biz maqtandan hech qanday narsamizning yo'qligini bizga ko'ra olamiz. Ham shunday Pavlos deydi, men gunohkorlar ichidagi eng gunohkor deb turib aytadigan. Biz Xudoni tunigan vaqtimizda o'zimizning kundan kunga, o'zimizning qalbimizdagi inson tabiatidagi gunohlarni biz kundan kunga bayqay olamiz. Shuning uchun bizning maqtandığımız faqat Rabbisadan boshqa maqtandığımız yo'q ekanligini. Amma qisqacha nima demoqchi desa, Xudoning oldida bir insonning, ya'ni Xudo o'z irodasi, o'zining chaqiriqiga asosan bir insonni tanlaydiganligini. Yani her bir tanlangan, chaqirgan insonning o'zi Xudoning o'zining irodasi, uning ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarning borligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Buni yana Rimliklar yozilgan 9-bob 13-oyatga aytgan bo'lsa, Xudoning odamlarni tanlashi, ularning qilgan amaliyatiga emas, faqat Xudo o'zining irodasiga, ya'ni Xudo o'zining chaqiriqiga asosan bo'lganligini biz yana bu yerda ta'kidlab o'tadi. Shunga o'xshash bir odamning chaqirilishi mutlaq holatda Xudoning tanlashi, ya'ni Xudodan kelganligini ko'ra olamiz. Yani bu yerda biz ham Rimliklar yozilgan hatto bu ko'z emaligi Yeshayadan ba kulachi hikoyasi bor. Yani bir odamning bir kulachining bir kalahlaydan o'zi xohlagan o'zi xohlagan narsani qachimi alaydi, qachimi yasay oladi, ya'ni taqsim yasay oladi degan o'xshash bir yerda kulachi hikoyasini biz hikoyasini tasvirlab o'talaymiz, o'ylab o'talaymiz. Shunga o'xshash Xudoning bizni tanlashi mutlaq holatda Xudo o'zining irodasi, chaqiriqqa asosan bo'lib, ba'zilarimizni taqsi sifatida, ba'zilarimizni suqachi sifatida degan o'xshash endi bunday bir o'xshasak, shunga o'xshash har birimizning ustida Xudoning o'zining chaqiriqi, irodasi borligini biz cho'qim tushunishimiz, tonishimiz va har birimizning o'zimizning ustidagi Xudoning irodasining nima ekanligini, nima maqsad chaqirganligini biz o'ylashimizga to'g'ri keldi. Bayami biz bir ko'p qatim ta'kidlab o'tganga o'xshash. Yani
Biz yine ikinci çoğun mezmun vakit uzarıp gitti. Şuna olsun sözler verey, amalına tezerek. Yani İbrahim'nin itaati buydu. Xuda İbrahim'nin çağırıp verdik, mesela kılmayan deb 12. bab 1-den 4-cü 3-cü ayetlarda degan vaqtida İbrahim'nin bir pozitsiyasini bo'ldi desa, işinip yani itaat qildi. Yo'l yo'riqi bilan Xudoning so'zini olgandan keyin yo'l yo'riqi bilan darhol Haran shahridan ketdi va Qanon rayoniga qarab yo'l oldi. Ana shunda yani İbrahim shu Qanonlik lazimiga borgan vaqtida Parvardigor deydi, mana bu zaminda seni Allohga taqdim qilma degan vaqtida İbrahim bo'lsa har bir borgan joylarda Xudoga atab qurbonlik supsi yasab ibodat qildi. Shunga o'xshash bizmi hayotimizda, har bir joylarimizda, har vaqt Xudoning so'zi oldida itoatli bir qalb bilan, Xudoning so'zi oldida bir ibodatchining pozitsiyasi bilan, Xudoga ibodat qiluvchining bir pozitsiyasi bilan har bir turgan joyimiz, har bir borgan joyimizda Xudoni madihlaydigan, Xudoni ulug'laydigan, Xudoning farzandiga xos salohiyatimiz bilan o'zimizning hayotimiz ustida Xudoning shu go'zal ishlarini namoyon qila oladigan shunaqa bir hayotni yashashimiz kerakligini biz bu yerda endi bir tushuna olamiz. Jadvalni o'zinglar bir qo'y ko'rib o'tsanglar, chunki bu jadvalning oxirida davomliq nima materialdagi davomliq so'zlaymiz. Shu bilan mundaqlarni o'tib ketaylik. Endi eng oxirisi bo'lsa İbrahimning Misrga berishi. Ya'ni bayam dedik, Qanon zimini keldi. Qanon zimini kelgan vaqtida, ya'ni u yerda Xudo va'da bergan ziminda u. Borgan vaqtida u yer nima bo'ldi desa, ocharchilik yuz berdi. Xudoning va'da qilgan shu ziminda ocharchilik yuz berdi. Bayam dedik, baxtning atalg'usini uqumini biz tushunib o'tdik. Chiqishning, ayrilishning, Xudoga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyga berishning nima ekanligini biz bayam biroz ko'rib o'tdik. Shuningdek ham biz bu yerda İbrahimning bo'lsa ana shunday Xudoga bo'lgan e'tiqodi bilan, ishonch bilan Xudoga ishonib turib, borgan joyi Qanon zaminda yashayotgan vaqtida u yerda bir cho'ng qattiq ocharchilik yuz berdi. Yani hayoti tavakkul holatga tushib qolgan holatda shunday bir ocharchilik yuz berdi. Ana shunday tavakkul ostida İbrahimning pozitsiyasi nima desak, bu yerda biz insonning naqadar ojizligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Hayoti tavakkul ostida, hayoti bir qo'rqinish ostida qolgan vaqtida inson o'zining hayotini avval o'ylaydi. Xudoning va'dasi, Xudoning irodasi bo'lsa-mu, ko'z oldidagi reallik, ko'z oldidagi bir turmushi Xudoning va'dasidan o'zining ko'z oldidagi turmushi ustunlikni egalladi-da, ko'z oldidagi turmushini markazlashtirib oldi. Mana bu insonning tabiatidagi ojizlikda. İbrahim ana shunga o'xshash ko'z oldidagi ocharchilik, hayotdagi tavakkulchilik, shunday ahvollarda u Misrga berib qisqacha panohlanmoqchi bo'ldi-da. Biz bu yerda Xudoning o'yi bordiganligini, yetaklashini biz ko'rmadik, lekin o'zi vaqtincha turmoqchi bo'ldi deb turib İbrahimning o'zining xohishini, o'y fikrlarini bu yerda tushuntiryapti. Ham shundaqla bu yerda nima desa, o'zining xohishi bo'yicha, o'zining qarashi bo'yicha men Misrga borsam, Misrlik ayolning go'zalligini nazarda tutib turib, Misrliklar cho'qim ayolimni deb meni o'tirib yetdi degan bir qarash, o'zining qarashida bu endi dunyodagi ahvoldan shakllangan o'zining qarash orqali o'zi hukm qildi, hamda o'zining qarashi bo'yicha hukm qilib turib Misrga berib turib, hatto yag'anchilikni, ya'ni yag'andan o'zining ya'ni ayolini singlim deb turib ayol ishkanligini yo'shirdi bu yerda, yag'anchilik qilib. Yo'shirgandan keyin yani shunday podshoh o'rdasidagilarga shunday baloyapatni tushunganligini biz ko'ra olamiz. Endi bu yerda cho'ng mazmun, markaziy mazmun nima desa, biz ana shunday inson ojizligimiz bilan hayotimizga, ko'z oldimizga, bizning realligimizga kelgan vaqtida Xudoning va'dasini asonlan biz unutib qolamiz, tashlab qo'yamiz. Lekin biz bu yerda Xudoning biz bilan bilishganligini har vaqt bilgan vaqtimizda, Xudoning bizga taqgan va'dasini chin tutib yashagan vaqtimizda bizda bunday xalqi ko'z oldimizga turmushlarda osonlikchindaq biz tavakkulliklar ostida oldilarda biz tingirqaydigan, tamtirab qolgan ahvollarda biz tamtirashning o'rniga, tingirqashning o'rniga biz Xudoning va'dasini chin tutib turib, Xudo shunday va'da qilgan degan narsani biz o'ylab chin tutgan vaqtimizda bizning hayotimiz egizpas agar to'qay yo'ldan chiqib turmush, yer yuzining turmush, dunyoning turmush halakchiligiga singib ketishlarimizdan bizni saqlaydigan narsa shu Xudoning va'dasi, irodasini chin tutib yashash deb qarayman. Şunun o'xshash biz bu yerda İbrahimning hayoti orqali biz inson ana shunday ojiz insonlarda, shunga o'xshash biz ko'z oldimizga ko'rgan narsalarga emas, biz har vaqt e'tiqodimiz bilan Xudoning qilgan va'dalariga, Xudoning
bizga va'da qilgan yetaklashlariga qarab, Xudoning ustimizdagi irodasining borligiga qarab, ishonchimiz bilan Xudodan so'rab, Xudoning yo'l yo'riqi bo'yicha yashagan vaqtimizda buni tavakkulchiliklar, buni bir tingri qashlar va yo'l bizning hayotimizga isbatlarni Xudo bilan billa, Xudoning irodasi bilan xushallanarlik holatda o'tkazalaymiz. Bu yerda İbrahimning hayoti orqali bu yerda nima ko'ra olamiz desa, bu yerda İbrahim Misrga tushdi-da, Misrga tushib podshohning o'rdisiga Sarahni olib ketdi va keyin o'rdis Parvardigor yana İbrahim bilan uning ayoli Sarahni qo'g'dash uchun, chunki İbrahim bilan Sarah bo'lsa uning Parvardigorni tanlagan xalqida. Xudo o'zi tanlagan xalqini qo'g'dab Müşnam Mısırlıqlarının aldı diye İbrahim ile Sara'nı nınqamasın padişahının ordusikilerge apet çürüş arkalı padişahının ordusikilerge İbrahim'ni ayet tevekkül telviz ayatı bağın tevekkül yani ayatı nimede kaldı emas mı tevekkül içinde kaldı emas mı şuna başka Parvardigor bir yerde padişah yani Mısır ordusikilerge Aşna bir qo'rqinishni, ofatni yog'dirish orqali İbrahimga cheklamas qilib, İbrahimni bir qo'g'daydigan bir niqgan bo'lgan bilan bu yerda biz ko'rib bilsak nurg'un tadqiqotlarda Hajar bor emasmi? Saraning quli Hajarning mush vaqtida podshohning o'rdisidan Hajar Sarahga amroh bo'lgan qul sifatida chiqqanligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Hajar orqali ya'ni Sarahning keyingi hayoti, İbrahimning keyingi hayotimi biroz egiz pasliklarni kechirdi emasmi? Shuning o'xshash ham bu yerda nima ko'ra olamiz desak, bizning har bir xatoliklarimiz, har bir gunohlarimiz, bizning ashunaq nimalarimizning badali borligini biz ko'ra olamiz. Şuna o'xshash o'zimizning qilgan har bir gunohlarimizning xatoliklarimizni biz cho'qimli tortish tegishlik oz bo'lsin ko'p bo'lsin tortish tegishlik badali borligini biz ko'ra olamiz. Shuning uchun biz doim e'tiqodimiz bo'yicha Xudoning yetaklashi bo'yicha Xudoning yo'l yo'riqini ching tutib turib, va'dasini ching tutib turib, o'zimizning hayotimizga tanlashlarni, qarorlarni, oldimizdagi tavakkullarni, oldimizdagi shuna vahimalarni, bizning turmushimizda yuz bergan nurg'un ishlarni Xudoning va'dasi bilan yengishimizga to'g'ri keldi. Bugungi mazmun biroz jiqlab ketdi. Buni biz yana agar İbrahim haqida so'zlasak, nihoyatda jiq mazmun. Men bu yoqtirib o'rganib o'qiydigan mazmun bu. Bu İbrahimning voqeasi orqali men o'zimning hayotimga doim qaraydigan bir mazmun. Buni yana agar biz inchilik bilan har birimizni bir ko'radigan bo'lsak, balki vaqt uzrab ketadi. Agar mumkin bo'lgan bo'lsa, sizlar bilan bir o'tirib bir ustalning ustida o'tirib turib, buni o'rganib, o'zimizning hayotimiz ustilaridagi Xudoning qilgan ishlarini İbrahimning ustiga qilgan o'xshash har birimizning ustida birdan har birimizning ustida Xudoning yetaklashlari, qanday yetaklaganliklari, va'dalari borligini men ishonman, borligini men cho'q ishonman. O'shan paran qila olgan bo'lsak, fikr almashtira olgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Hozir men bir taraflama so'zlab o'tib bordi deyish. Xudodan shunday kunlarning bizga nasib bo'lishini tilayman. Bugungi mazmunni mishayichdan so'zlay. Ko'pchilikning agar bu uzrab ketgan bo'lsin, garchi uzrab ketgan bo'lsin, zerikmasdan bir qatim anglab chiqishini, o'ylanib chiqishinglarni umid qilmayman. Shunaqla shu mazmunlar orqali men Xudoning sizlarning hayotinglarning ustida anqirat qizgan, bildirgan yangi bir so'zlarning, tushunchalarning paydo bo'lishini umid qilmayman qarindoshlar. Hammanglarga Xudodan kelgan tinchlik, muqaddas ruhdan kelgan aql, farosat, cho'nqur tushuncha, ro'shan qalb, ham shunday Xudoning sizlarga taqan baxtning naqadar cho'nqurligini, naqadar mo'lligini va naqadar go'zalligini his qila olishinglarga, tushunishinglarga Xudodan sizlardan mo'l mehr shafqat, tushuncha tilayman. Ma'qulamiz biz keyin qadimliq sonda ko'rishaylik.